Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Robloxdagi qamoqxonadan qochamiz degan o'yinni o'ynaymiz. Qani ketdik, go. Hozir to'g'rilda o'tib oramizda mana bu ko'rning ichiga kirib olamiz. Chamizda bu yerdan sakraymiz. Yana sakraymiz va aylanamizda yana sakraymiz. Yana sakraymiz va bu yerda knopkachani bosamiz va bu yerga sakraymiz. Kulishni olamizda bu ko'rni ochamiz. Yana pastga tushamiz. Bu yerdan knopkachani bosish kerak edi. Amaki ko'p qolsa yuguradi izimizdan. Bosdik do'stlar, qochamiz endi. Amaki tutib olsa boshqatdan boshlanadi o'yin. Hamma yo'tga sakrab olamiz. Mana sakrab oldik, endi sekin boramiz. Bu safar o'zimman, keyingi safarda do'stim bilan video olamiz. Tushib ketdim. Boshqatdan qilamiz do'stlar. Do'stimiz yo'qligiga ancha zerikarli bo'ladigan o'yin. Keyingi safar do'stim bilan olaman videoni. Amaki yuribdi pastda. Sekinlik bilan sakrab olamiz. Boramizda yana bu yerga kiramiz. Sakraymiz. Nima edi u? Hojatxona. Hojatxonadan belgurakni olamiz. Ikkinchi hojatxonaga kiramizda qazamiz ekan. Vulqonga tushdik-ku. Sekin toshlar bilan ko'tarilib boraveramiz. Do'stlar, like bo'lib qo'yinglar. Yangi ochganmiz kanalimizni. Hozir mana shu yerga kirib olamiz, sekin bu yerda o'tib olamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziqli joylar oxirida. Vulqonli toshmi deyman-a, u nima ekan u? O'tish kerak. Kelyapti ana keldi. Ha, vulqonli tosh ekan. Teyida qolsang bosib ketadi ekan. O'tib olamiz ekan, sekin. Bu yerdan ko'tarilib olamiz hozir. Bu yerdan ham bitta makicha bo'ladi ekan. Ha, ana. Bu ham bir boyagi tog'agidek ekan bu. Ana sakrab oldik. Yana sakraymiz. Yana mana o'tdik xolos. Bu yerdan ko'tarilib olamiz. Bu yerdan energetik ichib olamiz va bu yerdan sakraymiz. Do'stimiz ham yuribdi ekan bitta. Sakraymiz yana. Tushib ketdim. Endi o'tamiz. Ozgina qoldi do'stlar, ozgina. Bella. Yana sakraymiz. O'tamiz shekilli do'stlar. Yana o'tamiz. Yana sakraymiz. Oxirgacha yana sakradik. Mana do'stlar, o'tdik nihoyatda. Ikkinchi urinishda o'tdik do'stlar. Yana normalmi? Garajdan tizimni olib boramiz. Nima edi bu? Shu yoqqa boramiz, bu yerga qo'yamiz, tepaga qo'yamiz ekan buni. Ko'tarilib boramiz, mana yopishib oldik.
Bir perikli nima ekan bu yer? Qiyin ekan bu. Qiynalib ketdi personajim. Qildi endi bunga. Yurmay qoldi-ku. Mana yurdi. Qiyin ekan-ku bu. Sekinlik bilan boraveraylikchi. Ozgina qoldi do'stlar, ozgina. Tushib ketardik salqoza. Yana ozgina qoldi do'stlar. Ko'tarilib oldik endi sekinlik bilan. Kranliklarni ilishimiz kerak. Bularni ham ilib olamizda. Tushib ketdik do'stlar. Sekinlik bilan qilish kerak-da bu ishlarni. Sekin pastga sakiraveramiz. Ana tushdik. Endi bu yerdagina ilib olsak. Tushib ketay dedim. Ancha qiyin ekan bu. Bu yerdan ham ko'tarilib boramiz. Va dal yuraveramiz. Tushib ketdik. Sizlar boshqatdan boramiz. Bizga farqi yo'q. Endi bu yerdan bu ana u yer-ku bu. Sakraymiz yana. Tushib ketdik. O'tamiz, mana shunda o'tamiz. Yana bu sariqqa kelganda sakrash kerakmi mana? Sariqqa kelganda sakraylikchi endi. To'lamizmikanmi? Nima o'tamayapman? Bela. Shu yerga kelganda tushib ketadimi? Qiyin ekan bu ancha. Do'stlar, videoda kamchiliklar bo'lsa, endi nimaga olmaysizlar? Endi videoni yangi boshlaymiz. Kanalni yangi ochamiz do'stlar. Obuna, like bo'lib qo'yasizlar. Podpishka qilib yuborsangizlar zo'r bo'lardi. Talishib boraveramiz. Bu amakidan qochishimiz kerakmi? Qochib boraveraychi. Nima edi bu? Nima multipmi? Qurol bor ekan. Olamiz. Amaki tutmasa bo'ldi. Amakiga otamiz hozir. O'tib qoladimikan? Bo'ladi shekilli. Bo'ladi ekan. Gapmiz ana. O'ldi shekilli. Endi bu yoqqa boramiz. Birden sakraymizmi? Nima edi bu? Ha, sakraymiz shekilli. Bela. Nima qilib qo'ydim? Mana boshlandi yana. Ko'tarilib olamiz shu yerdan. Sekin lazerga tegmasdan boraveramiz do'stlar. Ozgina qoldi do'stlar, ozgina qoldi.
Buradan girip varamiz da. Neydi bu indi bu? Seneden çıkaylıkçı. Keyboard yaptın mı ekan bu? Olaylıkçı bitesini. Bu yerge koyamız şekilde ya koyuladık yani bu yerge. Oramızda yine bitesini alıp gelemiz. Bu yerim şu koyamızda ötemizde. Ahireti. Ahir mekan şu yer. Olaylıkçı yollamışken hala öyle diken mi? Ötemizde. Ne öldü bu. Şimdiden gelen aramızda kaçamız bir yerden. Dostlar bugünkü videomuz tükedi. Hazır söyle bilen. Vazmedim neydi bu? Benimce bu vasiyeli. Var eğleci. Hemen hayır dostlar.